Bunaqa bo'lishini bilsam, o'sha kuni umuman uydan chiqmasdan o'tirardim. Короче, hammasi ana shu krossovkani olib chiqqan kunimizdan boshlandi. Xullas, sizlarga storiesda o'g'limni 3,5 soatga yo'qotganim haqida gapirib bergandim. Bugun shu haqida to'liq aytib bermoqchiman. Lekin ishonaveringlar, bu hayotimdagi eng katta travma bo'ldi. Hozir biror kishi yur, dam olib kelamiz, bolalaringni ol, aylanib kelamiz desa, menda umuman yurak yo'q, chunki ikkita bola bilan уже bo'larim bo'lib bo'ldi. O'sha kuni kecha soat 11:30 atrofida biz yo'lga chiqdik. Vokzaldan shunaqa jujacha oldirdi bobosiga. Poyezd kelgandan keyin yo'lga chiqdik. Yo'lda esa umuman azob bergani yo'q. Bu yoqda esa aka 1 soatdan keyin qayerlarni 100 aylanishlarini planini xayollarda chizibdilar. Bir amallab uygacha keldik. Uyga kirib zavtara qilib chiqqandan keyin hammamiz onagiram ishlaydigan maktabga bordik. Faqat dadam uyda qoldilar. Bilmaganlar uchun nanam Toshkentdagi yuksalish maktabida ishlaydilar. Maktabga kirib sinflarni aylanib chiqqandan keyin ko'chada avtobus kelishini kutib turgandik. Aynan shu kuni tushundimki, hech qachon hech kimni farzandi bilan sinamasin ekan. Ko'chaga chiqqandan keyin Abu Bakrga 2 minut chalg'igan paytim Muhammad Amin quyon rasmini chizib dalshi qochib ketgandi. O'sha kuni bachani olib chiqqandan keyin qanday bet bosh qoldirish mumkin? E'tibor bermadingizmi, qaramadingizmi degan gaplar bo'ldi. Lekin o'sha kungi holatni faqat men oldimda turgan odamlar biladi, ya'ni nanam Eyukam. Lekin bu voqeani men Allohim nimadandir ogoh qilmoqchi bo'ldi meni. Bundan battar bo'lishi mumkin edi deb tushundim. Bu videoni ko'rganim sari ishoninglar, qaytib yig'layveraman. O'sha kuni butun maktab, Milliy gvardiya, qo'riqlash xizmati hamma oyoqqa turdi. Ana shu devordan o'tgandan keyin katta bitta mahalla. O'sha mahallada yo'limdan chiqqan odamdan so'rab ketayotgan paytim yo'limdan to'g'rimizdan bitta qizcha kelayotgandi. Biror kishini qidiryapsizlarmi deb so'radi. Ha, o'g'limni qo'lida jujachasi bor desam, "Bolacha bizani uyda" dedi-da. O'sha paytdagi men ahvolimni endi tasavvur qilsangizlar bo'ladi. Yo'nochiq bola ekanda boysin tamom bo'ldi. Bo'ldi. Chaqiring. Bu voqeadan keyin ko'chaga ham chiqmay 3 kun uyda o'tirib qaytib keldim.